Assalomu alaykum akalar. Endi akalarimiz, akalar, opalar desam bo'laveradi, chunki Angrenli opamizni yollariga kelyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz kimsizlar? Assalomu. Opa, Angrenda qana bo'lyapti ishlar? Bir kunda necha puldan necha pulgacha daromad qilsa bo'lyapti Angrenda? Shu haqida gapirib bersin. Angrenimizda yaxshi ish hozircha. Agar masalan so'zimizdan isboti bo'ladigan bo'lsa, 843 ta bitta kecha vodiyga borib kelganman. Qo'qonga. Borib ajdankalari bilan Tudabratnasiga 843 ming, tozasi 758. 758. O'zi shahar ichida ishlagan. Shaharda ichida ishlagan paytlarim mana например, mana 26 ta zakaz 500 pul. 400 ming, 500 ming daromad qilsa bo'ladi. Bu meni bunday soatiga qarasangiz o'ynab bemalol. Agar bosib ishlayman desa 7-8 100 ming zak. ishlayman degan odamga ish yaxshi. Ko'ryapsizlar akalar, Angrenda bir kunda yaxshi ishlasa, qattiq ishlasa 700 mingdan 800 minggacha ham ishlasa bo'lar ekan.